Barchaga assalomu alaykum. Hurmatli vatandoshlar, qardorlar, akalar. Trekker bu tomonda mana aka 10x deysizmi? BYD'larga dur bor ekan aka. Bu tarafda mana qarang aka. O BYD hamma bu nima edi? Shunaqa. O 10x yana aka. Trekker imkon darajasida ushbu videorolikda taqdim etaveraman. Albatta o'tkazmasdan ko'rib bitta like bosib qo'yasiz. Bugun 23-avgust ukam, mana 3ta 8 nomerlariga generalniylariga to'g'ri qilib beraveramiz ukam deyapti. Qarang aka, Ablisovka 4 ta yumshoq balon, 40 ming probeg. 2023-yil kraskasi top toza aka, mana sostenasi mashinani. Bay. Yetmasa variant qilib berolmaysizmi? Unga ham kelishamiz. Barter ham bor. Xo'p, avtomobil zavodskiy diskada 4 ta yumshoq balon, holatlar o'rta holatda, shumka qilingan, sonsiz ashta qilingan. Hop, va 40 ming probegda deyapti-yu. Mana aka, 42 ming probegda va salonni holati. Mana aka, tarpetga bay issig'ini qarang buni. Salon polni koja, tevada panoramaliklarimiz ishlab turibdi. Hop, evakor polilariga to'g'ri tashalgan. Va mana ortidan ko'rinishi. Aka, holatini qarang mashinani. 42 ming probeg, 2023. Ochib qo'y. Hop, endi qattiqroq gapiraman shekilli. Mana aka, lekin mashina benzinda ekan, gazi yo'q aka. Hop, va mana aka, ortidan ko'rinishi. Hurmatli vatandoshlar, Telegramlarda ham, YouTube'larda ham, Instagramlarda ham o'zlaring ko'ryapsizlar, trekkerlar narxlari necha pul bo'lyapti. Mana aka, endi bugungi trekkerimizga o'zingiz baho berasiz. Aka, hamma yo'g'i tayyor ekan, bitta gazi kam aka. Xo'p, narxini necha pul qilib berasiz? 14800 dan tushib beramiz. 14800 dollardan kamini qilib berar ekan. Naqd, barter nasiya savdoga ham kelsa bo'ladi. Necha puli borga? 7800. Eng kamida 7000 plyus bo'lsa, variantga, ya'ni nasiya savdoga gaplashsangiz bo'ladi. Telefon nomer 99lik 322 8877 raqamiga murojaat qiling va qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zingizdan oling. Aka, bash trekkerni puliga qancha qo'shsa mashina keladi aka? BYD. 20 mingga beramiz. Borizga shukr. Nechinchi yil? 2022 BYD son plus. Hop, 80 ming probeg, kraskasi. Kapotida petnosi bor. Bu gibridmi, to'kda o'zimi? To'kda o'zi aka, 450 km yuradi. O'z zapas xoti 500 nechtalik bu? 510 talik. 510 talik. Hozirgi kunda aka 450 km harakatlanyapti deb, to'lka to'kda o'zida yuradi. 360 NFC aka, tonirovkalarga to'g'ri qilingan. Hop, kapotida ozgina petnosi bor dedi. Mana aka, mabodo qo'shib yuraveraman mayli. To'kda mashina beraman. Bundan bag'i propan ham probka. Hop. Nima samikin gaz ham probka o'lyapti deyotgan akalarimiz bo'lsa, BYD Son Plus 2022 80 ming probeg. Dokument qana bo'lar? Liboy dokument imkoniyati bor. Ana aka, ortidan ko'rinishi. Maydot. Daholasa. Hop, qanday ko'tarilchi BYD Son Plus akalar. Chempion emas bu. Mana aka, uyda zaryad keladi yo'llari. Menimcha ko'chada zaryad keladi yo'llari ham bor. Ana endi buni narxi qiziq. Hop, ana endi aka, bunga bitta chiroyli narx ayting. 20,5 kam bor. Voy. Va hozir qancha dedingiz? 20 ming. O'tib bera olmaysizmi buni? O'tib beraman. Qancha? Sizni nima? Obunachilaringiz bo'ldi gapi. Omadli xariddan desa 20 ming dollardan o'tib bera olasiz. Faqat naqdmi, barter bormi? Liboy narsa. Naqd, barter narsa kelishib Telefon nomer 99lik 322 88 8877 raqamiga murojaat qilib 9949. bu ikkinchi nomer. Ko'kis tusholmaganlar uchun. Kodi-chi? Kodi 91lik. Murojaat qilib Bilanga tekinlar qilaveradi. Boringizga shukr. Hop, 10x kimdan aka? Nechinchi yil bu? Gap so'z yo'q. Xo'p, davom etamiz. 6000 km yurgan. Navbatdagi avtomobilimiz yo'q ukamizga 10x ko'rsatdi deganlarga 2024. Bu 6 plyusmi bu qanaqa? 6 plus. 6 plus kraskasi? Kraska top toza. 4 ta yangi charimxo baloni bor, propan gazlari bor. Premier 6 plus minus. Gap yo'q. Gen navernischi. Boringizga shukr aka, qarang. Ertalab bo'lsa keyin bo'laveradi. Avo.
Boringizga shukr aka. Xo'p, sonsiz ashtalariga doğru bor va salonlarning holatlarini ko'ring. 46 ming probeg, 2024 6 plus deyapti. Ha bu minus ekan rostdan ham. Ha. Xo'p. Aka 6 plus bilan 6 Premier'da bitta ruli qizish knopkasida farqi bor xolos. Boshqa hech qayerida farqi yo'q. Polni koja salon bo'ladi, lyuklari bo'ladi, oldi orqa silinalari qiziydi akalar, undan muammo yo'q. Avtomobilga propan gazlari, xo'p, 2024 6-pozitsiya Premier, kraskalarini toza, gen davernis beraveramiz deyishyapti. Xo'p, yurgani esimdan chiqdi-da. Qancha? 46 ming probegda. Xo'p, buni narxini necha pul deyapsiz aka? 12500 dollar kami bor. Naqd nasiya barter bor. Telefon nomeri 99 322 88 77. Ushbu nomerlarga murojaat qilib, qolgan ma'lumotni o'zdan olinglar akalar. Naqd barter nasiya savdo imkoniyatlari bor. Biz Andijon mashina bozoridan davom etaveramiz. Hali ham like bosmagan bo'lsangiz aka, like bosib qo'ying va do'stlarga payt saqlab qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Xo'p, aka, mana qarang. Salon narxidan ukam arzoniga va bunga yumshoq balon, shumka tonirovkalar qilingan. Tonirovkasi, rashenasi yo'q. Gap so'z yo'q. Gerb labo'ylari bor. Hurmatli vatandoshlar, navbatdagi 12 avtomobilni ko'ring. Bu toza redlaymi bu? 2026 12 avtomobilimizning eng full pozitsiyasi. Xudo xolasa kraskalari toza. 4 ta yangi balon aka mashinada va shumka. Undan tashqari evakor polilari qilingan ekan, tonirovkaning ruxsati hali yo'q ekan menimcha. Mana voy, mana aka redlinedan minaman deganlarga bunaqa nakitga ustiga tashab qo'yibdi, ko'jani ustiga, torpedaning ustiga. Benzinda bu? Benzinmi? Benzin. Va mana ortidan ko'rinishi. 2026 shumka, 4 ta yumshoq balon, evakor polik, 6400 km yurgan. Salon narxi 19400 dollarlik mashinani ukam agar seni kanalingdan, ya'ni omadli xarid kanalidan deb telefon qiladigan bo'lsa, 15 ming qanchaga? 15,5 mingga beraman. 15500 dollarga oxirgi narx qilib beraman deyapti. Aka, qolgan ma'lumotni o'zdan olasiz. Telefon nomer 93 410 0595 raqamiga murojaat qiling, qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Va albatta, omadli xarid kanalidan demassiz aka, bu savdoimiz siz bilan to'g'ri kelmay qolishi mumkin, chunki bozorga boshqa narx aytilyapti. Albatta like bosib, yangi 12 salondan chiqaman deganlar jo'natib qo'yasizlar. Hurmatli vatandoshlar, kecha adashmovchilik bo'lib qolibdi va o'zi 13,5 ga bu 13 mingga variantga ham chiqamish qilib. Akalar, variant pulini naqd pul hisobida da'vo etib biz, o'shaning uchun boshqatdan mana qo'yishga qaror qildik. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cherry Tiggo 7 Pro ni Tomi aka zavodskiy qoraytirilib chiqqan pozitsiyasidan. Aka, kraskasi tozami? Kraska toza. Hop, zavodskiy diskada 4 ta yangi yumshoq balon, podnoshka, tonirovka, 360 kameralariga dur tayyor holatda aka. Mana qarang. Bay, sustainani qarang aka, mashinadagi. Va qancha yurgan o'zi bu? Serios. 90 mingga o'xshamaydi-yu mashina. Go'zal. Mana qarang aka. Mashina 90 ming probegda ekan. 2023-yil. Tonirovka, yumshoq balon, parok, hatto propanlarga doğru stanovka bo'lgan. Polni koja salon aka. Xudo trekkerni puliga ozgina qo'shsam nima mashina beradi degan akalarimizga. Tevada 3 panorama lyuk, video registrator, evakor polilarga doğru tashalgan 5 ta o'rindiqli va mana ortidan ko'rinishi. Bular endi do'pposatlar 10 million qimmatda, 13 million. Qolganlariga qaraganda 10-13 million qimmat. Hop. Naqdlik ekan. Mana aka, propana kattasidan ekan. 2023-yil 90 ming probeg, kraskalari toza. Dokument qanaqa bo'ladi? Dokument. Любой документ. Aka, dokument qanaqa bo'ladi desam, esimdan chiqib qolmasin, narxini aytib olyapman birinchi. Birinchi narxlar akamning nomida. Mashaka nomida. Bo'ldi gap yo'q. Dokument tamommi yo'q. Xo'p, narxini 17500 dollar kami bor. Xo'p, faqat naqdmi? Barter bor, 13 ming puli borgan, nimaga ham chiqaveramiz nasiya savdoga? Bo'ldi gap. Oyma bersa bo'ldi. Telefon nomeri 99 680 80 raqamiga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zdan oling. Mana shunaqa Cherry so'raganlar jo'natib qo'yaverasizlar.
Boringizga shukur. Xo'p, davom etaveramiz. Ukam bizga probegini qizig'i yo'q, narxini chiroyli qilib, asha 24 da munchaga oldim deganda, vod voredi yondan keladiganlarga mana ko'rishingiz mumkin. 2024 Premier Plus. Kraskasi kraskalari toza. Dokument qanaqa bo'ladi? Libboy hujjat bo'ladi. Avtomobilda 4 ta Nexon yumshoq balonlar qo'yilgan. 2024 o propan gazlariga bor va o'sha Premier Plus. Yurgani qancha ekan bo'lsa buni deydigan bo'lsangiz 96600 probegda. Mana aka. 96000 probeg, tevada panorama lyuklari bor va torpedkalarning sostenasi. Eonim bo'lmagan, evakor polilar ham tashalibdi aka. Va mana ortidan ko'rinishi. 2024 96,5 probeg. Kraskasi toza, mana propan. Propan ham yaxshi, sal kattaroqdan qo'yilibdi. Xo'p, ana endi buni narxi qiziq, narxi. Boy aka. Narxini nech puldingiz buni endi? Yopishtirib ayting aka. 15 dan beramiz. beramiz. Boringizga shukur. 23-yil Premierda 23-yil Premierda puliga 24 Premier Plus aka 15000 dan kamini qilib beraman deb, hop, aybi 96000 yurgani. Qolgan hamma yo'q, kraskasi toza, dokumentga gendaveni chiqadi. Variant barter qanaqa? Variant barter imkoniyatlari 6000-7000 puli bor kelishamiz. Telefon nomeri 93lik 789 3555 menimcha aka zo'r narx bo'ldi. Endi narxini o'zingiz bilasiz. Bugun men o'zim ham bozorda ham ko'rdim. Buni 15000 dan kamini qilib beraman deb 24. 24 ni 77000 yurganini aka 15200 ga sotdi boshqa mashina qilish. Mana aka sizga 90000 yurganligi uchun 15000 dan kamini qilib beraman deb propan yumshoq balon generallarga doğru chiqaveradi. Ana endi davom etamiz ukam. Bo'pti, xo'p, bizga biranta Monza ham ko'rsatdi degan akalarimiz bo'lsa, navbatdagi avtomobilimiz Monzani eng rasxodli kami, Tiko'ning raqobatchisi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 atmosferniy, xudo xolasa, ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Dokument istagan hujjatingiz bo'ladi. Diskalar Redline. Trekerdek qo'yilganmi? Elastika, tushar ekanda yaxshi. 4 ta yangi yumshoq balon. Tonirovkachi aka. Ey bay. 65000 yurgan 2023-yil Dubai versiya. Hop, chunki salon bunaqa korishniy salonda chiqqan, tevada lyuklariga doğru bor, propanga doğru sunovka qilingan. Yashing. Pokoleniya propanlariga doğru bor aka. Monza ishqozlari bormi? Aka bu tozamidi? Top-toza. Kraska toza, evakor polik tashalgan. Va mana ortidan ko'rinishi. Monza. Pro 5. 65 tali mana aka propan. Hop, mana sizga zapaska. Kraskasi toza. Ana endi buni narxi qiziq, narxi. Hop. Qo'y aka. Ana endi buni narxi qiziq aka. Nech pul so'rayapsiz? Narxini yangiroq qilib beramiz. Tiko narxida aytavering. 14200 beramiz. 14200 dollar kami bor. 65000 yurgan, 2023, kraskasi toza, yumshoq balon, tonirovkamidi? Tonirovka, propani va generalni chiqadi. Faqat naqdmi? Nasiyaga ham kelishamiz. Naq nasiya 7-8000 puli bolaga kelishaveramiz. Barter bor. Bor barter. Telefon nomer 93lik 789 3555 raqamiga murojaat qiling va omadli xarid kanalidan deb qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, endi aka, agar siz savdozga bo'lib deyishingiz mumkin. Bir telefon qilib so'rab ko'ring, 12 beraman desiz, 13 beraman desak, endi aka kelishsinlar. Aka, bu arizo kimniki? Necha buni yili? 23 mi? 25 mi bu? Akalar, Cherry Arizo 6 Pro so'raganlarga eng full pozitsiyasi. Cherry Arizoni 3 ta pozitsiyasi bo'lsa, bu ham restyling, ham eng fulli. 2025-yil kraskasi kraska toza. Dokumentga kelgan chiqam? Dokumentga generalni chiqadi. Bular 1.5 turbina, 4 ta silindrli bo'ladi. Avtomobil zavodskoy diskasida, zavodskoy balon. 360 kamera, slip-boy zona, lyuklariga doğru bordan va besключовlariga doğru bor. Yurgani qancha? 22000 bor. Ko'rasizmi aka, logotiflari ham pastga eshikni ochganingizda dumalab tushib turadi. Xo'p, 22000 probeg.
2025 22 ming probeg. Arizo 6 Pro ni restyling pozitsiyasi, полный кожаный salon, avtomat korobka albatta, monitorlarimiz va propan gazlarga do'd ustanovkasi bo'lgan. Bay. Shu mash turishiga yo oq yo qop-qora bo'lib qolmaydimi? Bu qanaqa rang? Bu mokriymi aka? Yangi mokriydan bu. Bo'ldi aka. Propanni ko'rsataveraymi? Mana aka propani. Xo'p, ana endi aka buni narxi qiziq. Salondagi narxi bularni 200 qancha etdi? Hop, siz nech pul so'rayapsiz? 15700 beramiz. 15700 dollardan akalar. 12 olaman deganlarga mana bitta Viber. Gentra olaman deganlarga ham bitta Viber, hurmatli vatandoshlar. Chunki ancha-muncha qulaylik tomonlama, chunki Gentrani 12 yangilarini, zo'rlarini akalar puli bilan pashti bir xil, chunki men Qo'qonda 15000 dollarga Gentra ham syomka qildim. 15500 kam bor. Variant barter bor. Hop, 2025 22000 probeg. Telefon nomer 93li 789 35 55 raqamlariga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Omadli xarid kanalidan deshingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, yana davom etaveramiz.